Bolamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Bu vatanni bolamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Qancha dunyo kezdim ko'nglim yorishmadi baribir. Mening yarim ko'nglim faqat shu vatanda to'ladi. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali. Jadidlarning yoqqanchirog'i o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sevib olsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Cho'lpon ekkan holda bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Qancha sharaf shonimiz, ma'rifatda fido bo'lsa bo'lsin deya jonimiz. Yurtboshimizning yoshlarga aytgan gapini eslang, jadidchilar bo'ladi bizning qahramonimiz. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali. Jadidlarning yoqqanchirog'i o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sevib olsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Cho'lpon ekkan holda bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Jadidlar qoldirgan meros bu faqat tarixiy esdalik emas, balki bugun va kelajak uchun nurli yo'l, ilm va ma'rifatga yetaklovchi bebaho xazina hisoblanadi. Ular millatni uyg'otish va xalqni yuksaklashtirish uchun jonini ayamay fido qilgan insonlar bo'lgan. Shuning uchun ularning hayoti va ijodi biz uchun katta maktab hisoblanadi. Jadid bobolarimizning yana bir ulkan hissasi milliy o'zlikni qayta tiklashga bo'lgan xizmatidir. Ular xalqning o'tmishdagi madaniyati, tili, urf-odatlarini asrab-avaylash bilan birga zamonaviy dunyo tajribasidan foydalanishni tatbiq qildi. Jadid bobolarimizning ma'rifatparvar va taraqqiyotga qo'shgan hissalari beqiyosdir. Ular xalqni jaholatdan qutqarish, ilm, fan va madaniyat yo'lida oshno qilish uchun o'zlarini fido qilgan ma'rifatchilardir. Yana bir muhim jihat jasorat va vatanparvarlik. Jadidlar siyosiy bosimlar, ta'qib va qadag'onlarga qaramay o'z g'oyalaridan voz kechmadilar. Ular millati kelajagi uchun kurashdilar. Shuning uchun ular jasoratlaridan saboq olib, vatan manfaatini har narsadan ustun qo'yib yashashimiz kerak. Jadidlar merosidan ibrat olish avvalo ilm va ma'rifatdan boshlanadi. Ular ilm najot, ma'rifat esa ozodlik sari yo'l degani. Bugungi biz yoshlar zamonaviy kasblarni egallashimiz, texnologiyalarni o'rganishimiz, vatanimiz ravnaqi uchun fidoyilik bilan birga xizmat qilishimiz va jadid bobolarimizga mos farzand bo'lishimiz lozim. Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir.